Bu salatda mazasi Sezarga o'xshab ketadi, lekin masalliqlarga keladigan bo'lsak, biroz farq qiladi. Ishni ajberk kalamlarini yuvib, uni salfetka yordamida quritib olishdan boshlaymiz. Pishirib olgan tovuq filelarimizni yirikroq mana shu shaklda to'g'rab salatimiz ustiga ketma-ketlikda solib olamiz. Cheri pomidorni bo'lamiz. Bodringlarni ham mana shu ko'rinishda to'g'rab olamiz. Salatamni butkul o'zgartirib yuboradigan 3 ta sekretini ochaman. Birinchisi veranda jo'xorlari. Albatta shunisidan foydalanib ko'ring. Bu salatga aynan xurustimni patirli go'shtning ta'mligidan solsangiz, mazali chiqadi. Uchinchi eng muhimi esa slobada mayonezlarini smetanasidan foydalanib, tuzlarini to'g'rilab dasturxonga tortiq qilamiz. Agar siz futbolgerlik yo'nalishida ijod qilmoqchi bo'lsangiz, oshxonangiz sizga to'g'ri kelmayotgan bo'lsa, Asiya Home'da katta yangilik. Endi ularning studiyalari ham mavjud. Kelasiz, o'zingizga mos tariflarni tanlab, to'lovini amalga oshirasiz. Tariflar 3 turga bo'linadi. Qanday imkoniyatlar borligini esa Asiya Home profiliga obuna bo'lib, direktdan yozsangiz sizga to'liq ma'lumotlarni tashlab berishadi.